barcha payg'ambarlarning orasida ajralib turadigan 5 payg'ambar alayhisolatu vassalomlar bo'lgan. Bularning birinchisi Nuh alayhissalom bo'lib, bu zot 950 yil yashab o'tgan. Bu juda ham uzun umr hisoblanadi va mana shu umrlari davomida shariatda tura olish, sabr, tavakkul, shukr, ochlik sinovlari, odamlardan keladigan tanqid, masxara, hatto o'zlarini oilasidan yetadigan zulmlarga sabr qila olish. Nuh alayhissalom mana shunday ulul azm payg'ambar bo'lgan. 950 yil o'zlari yashab turgan odamlar orasida odamlardan keladigan yomonliklarga sabr qilish, shariatni tarqatishda, islomni yetkazishda bo'ladigan aziyatlarga sabr qilish, shu bilan birga nolimaslik, noshukrlik qilmaslik, hammasida tura olish, aniq tiniq darajada tura olish. Buni inson tasavvur qilishi dahshat. Bir inson shuncha 100 yillab yashab, Allohning yo'lida sabr bilan tura olish. Bundan ham qizig'i rivoyatlarda keladiki, Nuh alayhissalomga ergashgan odamlar 80 kishidangina ko'proq bo'lgan deydi. Tasavvur qiling, 950 yillik hayotni ichida necha 100 yillari islomga da'vat bo'lgan. Mana shu da'vatda atigi 80 dan ortiq odam islomga kirgan. Ya'ni 10 yillar da'vat qilingan, o'nlab yillar da'vat qilingan, bitta odam islomga kirgan. Yana o'nlab yillar da'vat qilingan, bitta odam islomga kirgan yoki ikkita odam islomga kirgan. Bu Nuh alayhissalomning hayotlari barcha uchun juda kuchli ibrat. Da'vatchilar uchun ham, oddiy o'zini mo'min musulmon hisoblab, lekin hayotida o'ta darajada noliydigan, juda ko'plab ne'matlar ichida tursa ham Allohning bergan qadariga norizo bo'ladigan mo'minlarga, musulmonlarga bu ibrat. U zot bildilarki, da'vat ishlari to'xtadi. Demak, odamlar butunlay Nuh alayhissalomdan yuz o'girgan. Shunda qo'llarini ochib duo qilgan. Bu duo Qur'oni Karimda keladiki, Alloh taolo shunday marhamat qilib aytadi. Nuh alayhissalomning duolari: "Fada'a robbahu anni mag'lubun fantasir." Ey Robbim, men mag'lub bo'ldim. Bas, menga yordam bergin dedilar. Naqadar hokisorlik. Nuh alayhissalom shuncha ko'rgan jabr, zulm, qiyinchilik, sinovlarga qaramasdan mag'lubiyatni o'zlariga qaratib gapiryapti. Ey Robbim, men mag'lub bo'ldim, sen yordam bergin deyapti. Yana nimaga? Tirikchiligi o'tmay qolgani uchun emas, salomatligi uchun emas, dunyo yaxshiliklariga yeta olmaganligidan emas, balkim Allohning risolati to'xtab qolgani uchungina edi. Alloh taolo o'zining azaliy ilmi bilan bu narsani bilardi. Endi Nuhga hech kim ergashmasligini ham bilardi. Duo o'sha zahoti qabul bo'ldi. Duo qaqshatgich balo bilan qabul qilindi. Zolim xalqlarning boshiga osmon va yerning balolari ochildi.
Mana shunday zot ham qiyomat kuni Allohim meni salomat qilgin deb turar ekan. Xalqlar yalinib Robbingiz o'rtasida vositachilik qiling deganlarda yo'q. Alloh meni salomat qilsin. Salomat qilsin. Salomat qilgin ey Robbim deb yalinib turar ekan. Shundan bilinadiki, qiyomatning og'irchiligi qanday og'ir ishlardan. Mana shu duodan bilinadiki, mazlumning duosi naqadar qo'rqinchli. Garchi kechiksa ham uning duosi qabul bo'ladi.